Man Jugay Valeri ijtimoiy tarmoqda xalqimizni haqorat qilganman. Men hammasini shu aktiv uchun qildim, tanilishim uchun qildim, lekin bu narsani hammasini tushunib yetib juda qattiq pushaymonman. Hammadan chin qalbimdan men kechirim so'rayman. Juda qattiq pushaymonman. Iltimos qolaman, meni kechiringlar, iltimos xalq. To'g'ri, mana ijtimoiy tarmoqda qilmagan ishlarim qolmagan, aktiv uchun. Tursin. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar Nasim Qolov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, bundan bir necha oylar oldin do'stlar Koreyada turib butun O'zbekistonda haqorat qilgan, butun millatni haqorat qilgan TikToker Abdulloh nomli o'sha yigitcha hozirda O'zbekistonga qo'lga olindi do'stlar. Marhamat videoni ko'ringlar va undan oldin o'sha aktivini oshirish uchun ba'zi blogerlarga bizni ogohlantirishimiz, iltimosimiz mana yaqinda bo'lgan o'sha Toshkentda, Toshkent shahrida med konsultantda bo'lgan voqeani eshitdilaring va do'stlar, hozirda surishtiruv ishlari olib borilmoqda va xuddi mana shu holga tushib qolmasligi uchun ba'zi bir Instagram blogerlari bo'ladimi, YouTube yoki boshqa blogerlar bo'ladimi, o'zlaringga tiyib olishlaringni ogohlikka chaqiramiz. Chunki bu ishni ham oxiri voy bo'lib qolishi mumkin. Oxir oqibat ko'ramiz. Hozir surishtiruv ishlari ham olib borilmoqda. Juda internetda shov-shuv bo'lgan o'sha bloger qiz bilan o'sha doktorlar masalasi, operatsiya masalasini juda ko'p, mana 10 kundan beri butun internetni yondirib yubordi. Lekin o'sha aktivini oshirmoqchi bo'lib, o'sha juda sharmandali holatlarda internetga tarqatgan blogerlarda ogohlik so'rab qolamiz. Erta xuddi mana shu Abdullohni o'rniga bo'lib qolmasliklaringni iltimos qilaman. Vaziyat bo'yicha hozir polni ishni o'rganib borayotgan Otabek akamiz. Otabek aka, mana shu med konsultant haqida yoki vaqti bo'layotgan holat haqida nima ma'lumotingiz bor? Ma'lumotlar juda ko'p. Assalomu alaykum. Hozirda bu ma'lumotni oshkor qila olmaymiz, sababi hozir tergov jarayonida surishtiruv ishlari olib borilyapti. O'shaning uchun bu hozirda biz ma'lumotlarni oshkor qila olmaymiz. Bunga haqqimiz ham yo'q. Ozgina sabr qilib turinglar, hamma narsani bilib olasizlar. Videoni kuzatishga davom etinglar. Bukvalni dushanba kuni yoki seshanba kuni med konsultant haqida asl haqiqatni bilib olasizlar. Patentlaring kuymasligi uchun trudovой договор yoki уведомление kerak bo'lsa va albatta registratsiya xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Qaysi millatdansan sen? Ay, qaysi millatdansan sen? O'zbek, qozoq, qirg'iz kim bo'lishlaringdan qat'iy nazar. Ijtimoiy tarmoqlarda Abdulloh taxallusi bilan tanilgan Toshkent viloyatida yashovchi 26 yoshli shaxs 2024-yilning oktyabr-noyabr oylarida Koreya Respublikasida bo'lib turgan vaqtida o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi ommaviy sahifalar orqali millatlar aro nizo keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan milliy qadr-qimmatni tahqirlovchi hamda diniy e'tiqodga ko'ra fuqarolarni kamsituvchi so'zlar bilan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga nisbatan qator haqoratli chiqishlar qilib borgan. Mana shu ijtimoiy tarmoqda kim o'zbek bo'lsa, u davlatni men tan olmayman. Bu davlatni men tushunmayman bu millatni. Qanaqa millat bu? Dalada. Ketmonchoq dalada. Uning chiqishlari ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgach, jamoatchilikning keskin noroziligi, e'tirozlari hamda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Olingan ma'lumotga asosan ushbu shaxs joriy yilning 25-mart kuni Abu Dhabi Samarqand Airways orqali O'zbekiston Respublikasi hududiga keltirilib, huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan protsessual tartibda ushlandi. Unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Man Jugay Valeri ijtimoiy tarmoqda xalqimizni haqorat qilganman. Men hammasini shu aktiv uchun qildim, tanilishim uchun qildim, lekin bu narsani hammasini tushunib yetib juda qattiq pushaymonman. Hammadan chin qalbimdan men kechirim so'rayman. Juda qattiq pushaymonman. Iltimos qolaman, meni kechiringlar, iltimos xalq. To'g'ri, mana ijtimoiy tarmoqda qilmagan ishlarim qolmagan, aktiv uchun men davlatimizni, xalqimizni, millatimizni haqorat qilganligim uchun juda qattiq pushaymonman. Va mana shu mehnatkash xalqimizdan chin yurakdan kechirimni so'ramoqchiman.
Mazkur holat yuzasidan fuqaro Yugay Valeriga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Iltimos, meni kechiringlar. Rossiya bo'ylab bezdokument yurgan aka-ukalarimiz diqqatiga. Ekranda akalarimizni raqamlari turibdi. Kim granitsaga kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lsa, ushbu raqamlarga telefon qiling va akalarimiz xizmatga tayyor. Albatta, mana shunday krutoy mashinalarda, inomarkalarda komfort borib kelishni xohlagan aka-ukalarimiz ekrandagi nomerlarga albatta telefon qiling. Bilasiz, hozirgi kunda Rossiyada kurslar keskin tushib ketgan. Va sizga eng zo'r kurslarda pul yuborish ilovasi Tezdani tavsiya beraman. Tezda ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistonga Uzcard Humo kartalariga eng arzon kursda 0% da pul yuborishingiz mumkin. Bu ilovani yana shunday qulayligi borki, O'zbekistondan turib Rossiyaga pul yuborishingiz mumkin. Tezda ilovasini App Store'dan yoki Play Marketdan yuklab oling.